Hurmatli Bito foydalanuvchilari, hozir sizlar bilan birgalikda ya'ni savdo post, ya'ni mijoz kelgan paytda savdo qilish bo'limini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu uchun biz mana yangi savdo deb qo'ygan bo'limni ustiga bosamiz va sotish tugmasini bosamiz. Sotish tugmasini bosganimizdan keyin bizning do'konimizdagi hamma mahsulotlar mana shunga o'xshash rasmlari bilan, nechta borligi, pullari bilan ko'rinib turadi. Bu bo'limlarda umumiy tanishib chiqadigan bo'lsak, bizda ham tepada mana filtr tugmasi bor. Uni bosadigan bo'lsak, mana tugagan mahsulotlarni yashirish. Bu sizda o'chib turgan bo'lishi mumkin. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda mana bu ostatkasida tugab qolgan mahsulotlar mana bu yerda aralashgan bo'lib ko'rinib turadi bizda. Buni mana ichiga kirib turib o'chirib qo'yadigan bo'lsak, yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda soni tugagan mahsulotlarni bu yerda ko'rsatmaydi. Va yana variant mahsulotlar, keyin mahsulotlarni turishini, joylarini ham o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Keyingisi mana printer tugmasida buni nima uchun kerak bizga? Agar do'koningizda Wi-Fi bo'lsa, Wi-Fi orqali chek apparat bilib qo'ygan bo'lsangiz, bittada telefonni o'zida ham klientlarga mijozlarga chek chiqazib berishingiz mumkin. Tepadan mijoz tanlab qo'ysak bo'ladi va 3 nuqtani bosish orqali chekni tozalash, ya'ni mijozga 4 ta 5 ta mahsulotlarni qo'shdik va u olmayman, kerak emas deydigan bo'lsa, bitta o'chirib o'tirmaymiz. Mana buni qilib turib, mana shu nuqtani bosish orqali chekni tozalash qiladigan bo'lsak, avtomatik hammasini o'chirib tashlaydi. Va keyingisi valyuta almashtirish. Mijoz keldi, so'mda yoki dollarda spesiya qilib berishimiz kerak bo'lsa, dollarga o'tkazsak bo'ladi yoki bularni qaraydigan bo'lsak, hammasini hozir kursga nisbatan dollargacha qilib qo'ydi. Agar so'mda savdo qilishimiz kerak bo'lsa, so'mda qilib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingisi narxni o'zgartirish. Agar sizda optim narx, dona narx yoki super optim narx qanaqadir 3 ta 4 ta narxlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, klient keldi, qarasangiz optimchi mashetni o'zini ustiga bosish orqali mana narxni o'zgartirish qilib, optim narxga o'tirsangiz, hamma narsani optim narxda hisoblab ketadi. Agar dona narxga qo'ysangiz, dona narxda hisoblab ketadi. Keyingisi omborni o'zgartirish. Agar sizda 4 ta 5 ta ombor bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan omborni tanlab qo'yib, shu yerdan savdo qilsangiz, o'sha ombordan sotgan mahsulotlaringiz sonini minus qiladi. Keyingisi sozlash. Bu sozlash mana shu ko'rinayotgan ekranni o'zimizga kerakligicha o'zgartirib sozlab qo'ysak bo'ladi. Keyingisi mana rasmiylashtirish tugmasi. Biz sotgan paytimiz kerak bo'ladigan bo'lim. Hozir endi qanday sotuv qilishni ko'rib chiqamiz. Endi mijoz kelgan paytda mahsulotlarni topishning 3 xil yo'li bor bizda. Birinchisi mana bu izlash tugmasini bosish orqali kerak bo'lgan mahsulotni yozadigan bo'lsak, bizga mana shunaqa rasmlar bilan oldiga olib kelib beradi. Bu yerda nomini, shtrik kodini, SKU kodini, xohlagan narsamizni yozib turib izlashimiz mumkin. Kerak bo'lsa mana shtrik kodini skanerlash orqali o'ng tarafda mana eng chekkadagini bosib turib shtrik kodini skanerlasak ham avtomatik sirazi olib kelib beradi bizga. Keyingisi mana shu yerni o'zida o'tkazib turib, kerak bo'lgan mahsulotimizni rasmlardan ko'rib turib tanlab topib olsak ham bo'ladi. Endi kerak bo'lgan mahsulot topdik. Nechta olmoqchi deb so'raymiz. 2 ta olmoqchi. Xo'p, 2 ta olmoqchi. Bizda mana tepada nimalarni ko'rsatib turadi? Mana rasmni ustiga bosadigan bo'lsak, bizga kattalashtirib ham ko'rsatadi. Eng tepada mana mahsulotni nomi, SKU kodi, qaysi omborda nechta turganligi, sotuv narxi necha pulligi, agar buni ustiga bosadigan bo'lsak, optim narxga necha pul, super optim narxga necha pul alohida mana shu o'zida ko'rsatib beradi. Endi mijoz bizga kelishtirib bering yo qaytib bering ozgina deydigan bo'lsa, mana nomini, mahsulot nomini ustiga mana bu yerga bitta bosadigan bo'lsak, narxni tahrirlash va o'zgaradi. Bu bitta mahsulotni narxiga nisbatan chegirma qilish yoki o'zgartirib berish. O'zi 40 ming edi, buni 35 mingdan hisoblab bermoqchimiz. Mana saqlashni bosadigan bo'lsak, 35 mingdan ikkitasi 70 ming bo'ldi. Endi keyingisi yana bitta buni varianti bor. Bunda masalan mijoz 5 ta olmoqchi, lekin jami summasi 350 ming bo'ldi. 5 tasini menga 300 mingga bering deyapti. Unda bittasini narxini o'zgartirish shart emas. Men bu yerga qo'yib turib, mana jamisini 300 mingga o'zgartiradigan bo'lsak ham, bitta shtukka nisbatan o'zi to'g'rilab qo'yadi uni. Va OK tugmasini bosadigan bo'lsak, u ham qo'shilib ketadi bizda sirazi. Endi keyingisi mana shu o'zidan mana 2 ta 3 ta nima kerak bo'lsa yana qo'shamiz. Endi jami summa mana bu yerda bizda mana rasmiylashtirish degan tagida 430 ming bo'lib ko'rinib turibdi. Mijoz nimani oldim-man deydigan bo'lsa, shu ekranimizni o'ngga surish orqali yoki mana bu yerda mana tepada chek degan tugmani bosish orqali nimani spesiya qildik, necha puldan hamma ma'lumotni ko'rib turishimiz mumkin. Masalan, birinchisi 2 ta shtuk 40 ming so'm edi, 35 ming qilib berdik. Ustiga chizilgan, klientga telefoningizda ko'rsatganingiz ham tushunarli, oddiy, sodda bo'ladi. Endi savdo qiladigan bo'lsak, savdo qilayotgan paytda mijozni tanlash bizda ixtiyoriy, lekin tanlab ketsak yaxshi. Mana tepada klientni ko'rsatib qo'yibdi, mana odamchani ko'rsatib plyus qilingan. Ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu yerda klientlar ro'yxati chiqadi. Agar sizda hech kim chiqmaydigan bo'lsa, buni yaratib ketishimiz kerak bo'ladi. Yaratish uchun mana pastda plyus tugmasini bosamiz.
va mijozni ismini yozamiz. Masalan, Sanjar Samarqand deb yozamiz. Nomerini yozish ixtiyoriy, kerak bo'lsa yozib ketsak ham bo'ladi. Qo'shish qildim. Mana klient tanlandi bizda tepada va rasmiylashtirish tugmasini bosamiz. Agar bizga Sanjar 430 mingdan hammasini to'liq to'layman, naqd deydigan bo'lsa, nalish tugmasini bosib turib, yakunlash qiladigan bo'lsak, avtomatik savdoga chiqib ketib qoladi. Endi 430 mingdan hammasini naqd to'lamay turib, 130 mingga naqd beraman desa, 130 mingni mana buni o'chirib turib, hammasini o'chiramiz va 130 ming yozib turib, mana nalishi degan tugmani bosadigan bo'lsak, 130 mingni nalishni qildi. Endi qolgan 300 mingni qanday to'laysan deydigan bo'lsak, plastik kartadan yeshtiraman deydigan bo'lsa, terminalni bosadigan bo'lsak, avtomatik buni terminalga o'tkazadi. Vazman bu yerda yakunlash bosadigan bo'lsak, biz uje savdoga chiqib ketadi. Mana savdoga chiqdi. Endi keyingi sotish. Bunda qarzga sotishni ko'rib chiqamiz. Mana ikkita kirdik. Tepadan bosdik. Masalan, Abdurahmonni tanlaymiz. Abdurahmonni tanlaganimizdan keyin mana rasmiylashtirish tugmasini bossak, mana 96 ming bo'ldi. Abdurahmon aytayapti, 6 mingini beraman deyapti. Mana 6 mingga naqd, 90 mingi qoldi. Buni qarzga yozib qo'ying deyapti. Shu turishda men pastdagi yakunlashni boshlagan o'zi qarzga yoziladi, lekin bizda yana bitta imkoniyat bor. Mana qarz deganning ustiga o'tadigan bo'lsak, mana tepadan mana sana tanlanadi. Bu degani Abdurahmonga qachon berasiz deb so'raymiz. Masalan, 30-sanada olib kelib beraman deydigan bo'lsa, 30-sanani tanlab qo'yadigan bo'lsak, shu kuni qarzini olib kelmaydigan bo'lsa, programma bizga уведомление beradi. Abdurahmon qarzini olib kelish yeri o'tkazib yubordi va SMS borishini ham sozlab qo'yadigan bo'lsak, Abdurahmonga 3 kun oldindan yoki 2 kun oldindan qarzingni to'lashing kerak edi, mana shu muddatga va'da qilib qo'ygansan deb unga avtomatik SMSni ham avtomatik o'zi yuborib turadi. Va yakunlash bosadigan bo'lsak, 6 ming so'm puli kassamizga nalishni tushib turib, 90 mingi qarzga yoziladi. Hozir bundan keyingisida keyin yana bitta savdoni ko'radigan bo'lsak, bunda mijozlarga ham bizdan ko'proq narsa olib turib, ko'proq narsa olib bizga dollarda pul berishi mumkin. Yana bitta narsa kiramiz. Bundan 5 ta kirsak 1 million 200 ming bo'ldi. Buni ham o'chiramiz. Чтобы to'g'riroq bo'lishi uchun mana 990 ming bo'ldi. Mijoz keldi. Mana 990 minglik narsa spesiya qildik. Endi mijoz aytayapti, sizga dollarda pul beraman deyapti. Masalan, 100 dollar pul bermoqchi bo'lsa, mana men bu yerdagi mana so'm degan ustiga bosadigan bo'lsak, dollarmi so'mmi deb so'raydi. Agar dollar qo'yadigan bo'lsak, hozirgi biz programmaga kiritib qo'ygan dollar kursiga nisbatan hisoblab 82.26 sent bo'ladi deyapti. Endi bu klientimiz boshqa kursda hisoblab oladigan bo'lsak, mana tepada dollarning belgisi bor. Shuni ustiga bosib turib, buni o'chirib turib 12.500 dan hisoblab olmoqchimiz deydigan bo'lsak, mana 79.2 ga o'zgardi. Yo'q, buni o'chirib turib, endi bizga mijoz 100 dollar pul ber deb nalishnikni bosadigan bo'lsak, mana tepada men bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, qaytim dedi, 260 ming qaytib berishing kerak deyapti. 990 mingdan boyagi 12.500 ga hisoblab minus qilib 100 dollar kassaga yozib kirim qilib 260 mingni qaytim qilib naqd pulimizdan minus qilib mijozga berib yuboradi. Shu hisob kitobidan kassa ham avtomatik to'g'ri chiqadi bizda. Va mana bu yerdan pastda yakunlash qiladigan bo'lsak, 100 dollar kassamizga qo'shildi va 260 mingni sdacha hisobida mijozga berib yuboradi. Va mana shunaqa savdo qilayotgan paytimiz 4 ta 5 ta 10 ta sotyapmiz, avtomatik mana bu yerda mahsulotlarning sonidan minus bo'ladi va mana bu hisobotlarga kunlikka kiradigan bo'lsak, necha pul savdo bo'ldi, necha pul foyda qoldi, sразу sizga real vaqt rejimida hisobotlarni ham ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi.